祝你，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会荡起帮忙，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。神奇的怪物数学小分队。 Чуулгах махлук burunun aqibati. Govo, bu sening chiqqaning parchasidir. Bu yaning? Yoki bu yaningmi? Bu yerning o'xshaydi. Qaramoqqa shundaq qiladi. Qara, men g'alati maqtaq mashina odamini qurashtirdim. Abla, mashina odamni cho'vatdi. Chaqiraq ekran doim govini qo'rqitib yetadi. Chaqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtaq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maqtaq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtaq matematika paydo bo'ladi. Hey, bu cho'lg'an g'alati maxluq ekan. Yaxshimisiz cho'lg'an g'alati maxluq. Yaxshimizlar g'alati maxluq matematika aytirdilar. Hopla, quloqim tushib qoldi. Cho'lg'an g'alati maxluq doim parchanib ketadi. Sizga qanday yordam qilamiz? Men yo'lda menotgan edim. Noyta g'alati bir maxluq bilan uzishib keldik. Ondan shuning bilan men o'rnimda turdim. Biroq mening burnim yo'q turdi. Ha? Rastalla burni yo'q-ku. Ansirmang cho'lg'an g'alati maxluq. G'alati maxluq matematika aytirdilar. Hozir yo'lga chiqdi. Cho'qim sizga burningizni tepib beramiz. Bak yaxshi bo'ldi. Tezroq kelinglar. Ojon. Biz cho'lg'an maxluqning burnini tepishimiz kerak. Biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimida payini bal qila olamiz. Shundoq, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika aytirdiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamiz, pek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi 3 so'zgan. Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Hozir demaysan Govo, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andinligin. Ma'qul Lili. Mayli, g'alati maxluq matematika aytirdi. Cho'lg'aq maxluqning burnini tap qilib boraylik. Çoğulğaq məxluq, ondaqda siz burnunuzda ən axır qatım ko'rgan vaqtingiz qachon? Mening yuzimda, meningcha uning o'rni bu yerda turganda ko'rgan qudayman. Ha, men topdim. Men sizning burningizni topdim. Rahmat Govo. Bo'ladi, biroq bu mening burnim emas ekan. Bu qaramoqqa boshqalar tashlab o'tgan g'alati maxluq pichanisining ust tarafiga o'xshaydi ekan. G'alati maxluq pichanisi? Biz yeb chiqqan g'alati maxluq pichanisi yeyishni bek yaxshi ko'ramiz. Voy do'tlar, axlatlarni yesanglar bo'lmaydi. U narsani men vaqtincha burnimning o'rniga qo'yib tursam bo'ladimi? Ixtiyoringiz. Har holda bo'ladi ekan. Biroq mening haqiqiy burnimni topqim bor. Haqiqiy burnim zodi qayerga ketgandi? Yaxshiroq o'ylab beqing. Siz bo'yturqi g'alati bo'lgan maxluqqa usib olib burningiz yo'qolib ketdi degandingiz. Balki bu g'alati maxluq burningizda qayerga ketganligini bilishi mumkin. To'g'ri, balkim shundoq. Bizga u maxluqning qanday ekanligini tasvirlab bera olamsiz? Uning bedini tashlab o'tgan sandiqqa o'xshaydi. Uning yana ondan kondirab ketgan velosiped qo'ng'iriqi, yana yerilib ketgan balon, kondirab abjiga chiqib ketgan cho'tkisi. To'xtang. Dapaginingizdan uning zoti qanday maxluq ekanligini faqatla bilmadim. To'g'ri, anglamoq xuddi bir dova axlatga o'xshaydi ekan. Kimning bizga yordam bera oladiganligini bildim. U bo'lsa g'alati maxluq matematik ko'rish ekrani. Bo'ldi. Bo'yturqi g'alati bo'lgan maxluq uning badini tashlab o'tgan sandiqqa o'xshaydi. Qaranglar, biz uningdan qandayroq maxluq ekanligini bildik. Cho'lg'an maxluq uning yana qanday aloyitligi bor? Uning yana kondirab ketgan velosiped qo'ng'irig'i bor. Dal shundoq, bildim. Uning yana yerilib ketgan baloni bor.
Dal mushundaq bo'ldi. Ondan yana Konrad abichi chiqib ketgan cho'tkisi bor. Dal mushundaq bo'ldi. Ha, Moskammidi. Demak, Moslaviyada bunday g'alati maxluq yo'q degan gap. Ma'qul, u g'alati maxluqning taqib turiqi bundaq emas. Biroq biz tasvirlangan bo'yicha qildik-ku, to'g'rimi? To'g'ri, biroq bir yerlari o'xshamay turdi. Biz nimani xato qildik? Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Ko'pchilik tayyorlanganlar bitdimi? Birlikda deyli. Men 3 sanayman. 1 2 3 Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rchi ekrani keldi. Bu g'alati maxluqning oldi tarafida g'alati burni bor. Xuddi qilning xurtumiga o'xshaydi. Yon tarafida bo'lsa ikki tal qo'li bor bo'lib, xuddi inchik tayoqqa o'xshaydi. Keyingi tarafida bo'lsa cho'ng o'zgacha quyrug'i bor bo'lib, xuddi shamoldirg'ichga o'xshaydi. Bu g'alati maxluq qo'l bilan otib qo'yishdi. Xayr xo'sh. Vau, bu bizga 5 yerdan bo'ldi. Biz oldi taraf, keyingi taraf va yon taraflarning qayerda bo'lganligini bilib oldik. Biz oldi taraf, keyin taraf va yon taraflarni bilib oldik. Meningcha endi u g'alati maxluqning qandoq ekanligini bilalaydigan bo'ldik. Oldi taraf, keyin taraf va yon taraf matematika askartma so'z bo'lgandikin. Biz g'alati maxluq matematikani foydalanmaylik. Oy! Bo'ladi. Ilqi g'alati maxluqning vatan turqi tashlab ketgan sanduqqa o'xshaydi. To'g'ri, yana uning ko'ndirab ketgan velosiped qo'ng'irqi bor. Siz bizga u ko'ndirib ketgan velosiped qo'ng'irqining qayerga joylashganligini aniq deb bera olamsiz? Bu yon tarafdimi? Yo'q. Yo'q, bu orqa tarafdimi? U yo'q. Yan tarafidami bo'lmasa, keyin tarafidami bo'lmasa, undaqda qayerda bo'lishi mumkin? Ha, to'g'ri, oldi tarafda. Dal shu yerda, oldi tarafida. Andin, yelib ketgan balonning o'rni qayerda? Esimda yo'q, biroq mening esimda qilicha, bu uning biliki. Sizlarcha biliki qayerda bo'ladi? Yon tarafdami? Biz sinab boqaylik. To'g'ri, dal shundoq. Undaqda Konrad abjiga chiqib ketgan cho'tkisi-chu. Oldi tarafdami? Keyingi tarafdami? Yoki yon tarafdami? Keyingi tarafida. Xuddi quyruqqa o'xshaydi-ku. Dal o'zi shu, dal mushu g'alati maxluq meni soqavatgan. Bek yaxshi bo'ldi, g'alati maxluq mos keldi. O qanday g'alati maxluq bo'lib ketdi endi? Uning hamma qismlari dal joyiga udil keldi. Uning kim ekanligini men bilaman. U bo'lsa keraksiz g'alati maxluqi. Ha, men uning ismini anglagan. Keraksiz g'alati maxluqning badani keraksiz axlatlardan tuzilgan. Uni qayerda turganligini bilamsizlar? Anglashimcha, u Moslaviyadagi eng sisiq do'konning keyinda turamish. U qaysi do'konda? Ha, men bilaman. U basi do'koni. U yer bak sisiq. Go'vo, yaraysan. Bo'ladi, g'alati maxluq matematika atrofidaglar Moslaviyadagi eng sisiq do'konga boraylik. Nima sisiq? Bu basi do'koni. Moslaviyadagi eng sisiq do'kon. Biroq men o keraksiz g'alati maxluqni ko'rmadim-ku. Lili, u g'alati maxluqning do'kondan keyinda turadiganligini deyapti, shundaqmi? Shunda. Keyingi taraf. Keyingi taraf qayer? Bo'ladi, biz g'alati maxluqning keyin tarafini bilamiz. Biroq uy imoratlarini-chu. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Men 3 sanayman. Boshlanglar. 1 2 3 Oldi taraf, yon taraf, keyin taraf. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rchi ekrani keldi. G'alati maxluq uyning oldi tarafida bir cho'ng burun bor. Yon tarafidagi eshikda echilib, yepilib turadigan qo'liqi bor. G'alati maxluq uyning keyin tarafida put barmoqlari bor. Yomg'ir yog'di. Ha, g'alati maxluqning uyiga qaytadigan vaqti bo'ldi. Bizga 5 cho'ng yardım bo'ldi. Xuddi g'alati maxluqdimi bo'lganga o'xshash uy imoratlarining oldi tarafi, keyingi tarafi va yon tarafi borligini bilib oldik. Undaqda basi do'konning keyingi tarafi qayer? Keyin tarafdagini men sen ko'ramaydigan tarafni ko'rsatdi. Undaqda biz keyingi tarafga boraylik. Va, menimcha bu o'yinning keyingi tarafi ekan.
Biroq men o keraksiz g'alati maxluqni ko'rmadim-ku. Bu yerda faqat axlatlar bor ekan. Menimcha bu axlat dal o'zi shu. Keraksiz g'alati maxluq. Keraksiz g'alati maxluq. Sizni axir topdik. Siz cho'g'ilgan g'alati maxluqning burnini ko'rdingizmi? Qanaqdi? Yulduz shaklli edi. O da laşının o'xshash. O mening burnimkan. O mening qo'rsqimdagi kunubka. Men o'zim shunda araqda qildim. Sizga o'sib olgandan keyin ilgirki kunubka yo'qtirdi. Ondan keyin men buni tepib oldim. Sizning qo'sqingizga kunib qandaraqdi? Ha, nihoyat uzoq turib qolgan pecheni ustiga o'xshaydi. Ha, dal oshning o'xshaydi. Sizmi menga o'xshash o'yladingizmi? Keraksiz g'alati maxluq. Meningcha siz cho'g'ilgan maxluqqa usib olgandan keyin uning burnini xato ilyapsiz. Siz bu uning qo'sqidagi kunubkini xato ilyapsiz. Bo'ladi. Tushundingizmi? Amisa almashtirib olaylikmi? Bo'ladi. Vay, men yana ilgirki oltimga qayta oldim. Mana shu. Voyjon. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atrofdagilar. Biz cho'g'ilgan maxluqning burnini tepishga yordam qila oldik. Biz oldi taraf, keyin taraf va yon tarafdagi matematika bilimlarini o'rgangandan keyin g'alaba qila oldik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yangrtaylik. Biz 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimlarini g'alaba qilishni istardik.